Bu rayondan bunaqa sifatdagi fayzli uy topish sal qiyin masala. Qaranglar, mana shu 2 etajli 5 ta xona uyimizni 107 ming dollarga berib yuborilyapti. Zo'r narx qaranglar, boshidan kafelardan terib kelingan, yozinoni zonasi ham bor. Cho'tki remont qilingan, fasadlari ham qaranglar, oppoqqina, biron joy tilingan, hech narsa qilmagan, sifat bilan qilingan uyimizni 1,5 sotuv joylashgan, 4 ta sanuzul bor. Hovlidagi mana biriga bizda Food City'ni atrofidamiz. Food City shunday yonida bo'ladi. 54-maktab oldida uyga kirib kelishimizda koridor, yo'l, oshxona, mebel texnikalari qilib qo'yilgan, lekin zo'r, haqiqatan sifati yaxshi qilingan uy. Hamma ham bunaqa sifatda chiqara olmaydi. Yo'lda bitta sanuzulimizni qaranglar, kattagina ekan. Pul ayirmagan xullas. Zo'r uy. Yo'l mos qurilyapti, yo'l ancha yaxshi bo'lib qoladi nasib bo'lsa. Mana bu katta zalimiz ham taxminan bir sanasam vaqt ketib qolar ekan, katta, zo'r zal. Ikkinchi qavatda ko'ringlar, zinalari ham akkuratni chiqqan. Ikkinchi etajimizda ham umumiy sanuzul, bu yoqda 2 ta xona, bu yoqda 2 ta xonamiz bo'lyapti. Bir chekkadan boshlasak, bu bitta spalniy xonamiz, o'zining ichida sanuzul bor. Sanuzul 4 ta emas, adashda 5 ta ekan. Naryoqda ham o'zining sanuzulli xonasi bor ekan. Yana o'xshash sanuzullar ham bor. Qaranglar, 5 ta sanuzul ham bo'ladi. Zo'r proyekt. Bitta yana spalniy xonamiz. Xonalari yaxshi. Endi videoda har doim kattaroq ko'rinadi, lekin yetarli razmerda. 1 metr, 2 metr, 3 metrga masjidda 1, 2, 3, 4 metrdan ham ko'proq ekan. Cho'pil po'la qilingan. Yana bitta spalniy xonamiz va bu yoqda ham o'zining sanuzuli bor. Xolisada yo'lga rakmina bilan qanaqanday qo'yasizlar ularni o'tkazasiz. 15 ta xona bo'pti. Yo'ldagi 4-xonamiz ham tepadagi qolib ketibdi. Ya bu detskiy xonasi. Xullas zo'r, patologlar balangina, kengina uy. Menga kiraverishda ahamiyat bermayman. Hop bu qarang, uyimizdan tambur qismi. Bu yoqqa bitta shkop yasatirib yuborsanglar, bu yoqqa o'tiradigan oyoq kiyishga mana bu yerga bitta eshik qo'yib yuborasizlar. Qishda sovuq havo ichkariga kirmaydi. Eshik qo'yilsa, yozda issiq havo ichkariga kirmaydi. Zo'r narsa, mana shu uylarda ko'pchilikda yetishmaydi shu narsamiz. Qaranglar.